Bitta videoda 3 ta man. Buni qanday qilsa bo'ladi? Birgalikda ko'ramiz. Bizda asosiy narsa birinchi o'rinda kadrlarni kesib olamiz. Bu kadrimizni ikkinchi kadr qilib olib, buni naложение orqali pastga tushirib olib, buni tagiga o'tkazib qo'yamiz va bizda uchinchi kadr. Uchinchi kadrda ham xuddi shunday qilib naложение orqali pastga tushirib olamiz. Va endi eng asosiy narsa bu videoga maska berib olamiz. Bitta videoda 3 ta man. Buni qanday qilsa bo'ladi? Birgalikda ko'ramiz.